banki orqali tegishli o'sha sizlarga qanaqa qulaylik yaratish bo'yicha qo'shimcha taklifga kiritishimiz mumkin. Mahalliy masalalar bo'lsalar, bankimiz vakillari o'tirishibdi. Biz o'sha qo'limizdan kelguncha o'zimizni yordamimizni sizlarga yanada yengillik yaratish bo'yicha bor harakatni qilamiz. Bugun mana shu ochiq muloqotga yig'ilganmiz. Iltimos, tortinmasdan, do'stona nima sifatida o'zlaringizdan muloqotlaringiz bo'lsa, bemalol aniqlashlarni so'rab qolaman. Rahmat. O'sha kimlar masalasi bo'lsa, esingizda keyin ishinglar bo'lsa, yana qo'yib qo'yasizlar. Rivojjon bor. Ismingiz O'g'iljon Karimova. Rivojlantirish uchun 100 million kredit olgandim, shunga yordam berishingiz kerak. Xususiy bog'cha dedingizmi? Xususiy bog'cham bor. hozir faoliyat olib boryapti. Hozir. O'z telefon nomeringizni ayta olasizmi? 99 584 birlamchi bo'lmasa tushuncha berishdimi? Opajon sizga? Ha. Bo'ldi, bo'lmasa nazoratga olamiz, bir hafta ichida xudo xolasa chiqishga harakat qilamiz. Qaysi bankga o'zi murojaat qilgansiz? Agrobank. Agrobankka, xo'p bo'ladi. O'sha kredit orqali nima reja qo'yasiz? Nimani kengaytirib? Ha. Hozir bir gruppa, yana bir gruppa qo'shimcha nima qilagan. Kengaytirib. Ha.